Hozir Turkiyada yashayotgan Abdurahmon Mehmetning yurtidagi oilasi Xitoy hukumatining bevosita ziyonkashligiga uchirgan oilaning biri bo'lib, uning 3 yildan buyon oilasi bilan bo'lgan aloqasi uzilgan. Yaqinda vatandan olgan xabariga qaraganda, Abdurahmon Mehmetning ota-onasi 2018-yil 12-oyda tutib ketilib, lagerga qamalgan. Abdurahmon Mehmetning akasi Ahad Mehmet 2017-yil 3-oyda Xitoy davlat xavfsizligi tarmoqlari tomonidan tutib ketilib, 20 yillik kesilgan. Abdurahmon Mehmetning Erkin Osiyo radiosiga oilasining tutqun qilinish ahvolini bayon qilishicha, Xitoy doiralari Turkiyada yashayotgan Abdurahmon Mehmetning yana bir akasini tutqun qilganda, Abdurahmonning tezdan yetib kelish kerakligini, bo'lmasa ota-onasiga va yurtidagi oilasiga yaxshi bo'lmaydiganligini aytib tahdid solgan. Uning akasi Ahad Mehmet bo'lsa 2005-yil Urumchidagi Islom institutini bitirib, Qo'sh noyisining Ushchaqdal bozoridagi Baytulloh masjidiga imom bo'lgan. Abdurahmon Mehmet oilasi uchirgan nohaqchilik va adolatsizlikka qarshi butun dunyoga xitob qilib, ularga ko'ngil bo'lishga chaqiriq qildi. Xitoyning oldingi qatordagi gen uchurlarini pishiqlab ishlash va biofan texnika shirkiti BJE Sharqi Turkistonda gen bankisi qurilganligini e'lon qildi. Amerika xabar tor bekiti AQS'da e'lon qilingan tadqiqot maqolasiga qaraganda, irsiyat uchurlari orqali nishonliq oz-sonliq millatlarni izqolash iqtidorini taraqqiy qildiradigan BJE shirkiti Uyg'urlar uchun gen uchurlarini to'plash va bartaraf qilishga qatnashgan. Shundaqla chet ellarga Xitoy virusini tekshirish uskunalari bilan ta'minlaydigan shirkatlardan biri ekan. Bu shirkat yana irsiyat bankisi va adliya hamkorlik markazi quradiganligini e'lon qildi. Amerika axborot va bexatarlik markazi NSCS'ning mas'uli William Ivanova mundaq dedi. Xitoy hukumatining har xil usullar bilan shaxslarning shaxsiy uchurlarini izqolash tarixi bor. Xitoy Kompartiyasining buyrug'iga bo'ysunadigan bunda Xitoy shirkatlari butun dunyodagi kishilarning shaxsiy uchurlarini osonlikcha to'play oladi. Ivanova xalqaro hukumat qo'llanadigan virus tekshirishning Xitoyni zo'r miqdordagi DNA sonliq ma'lumotlarini to'plash fursati bilan ta'minlaydiganligini, shunga bu xil yer shari virusning tekshirishning maxfiy ilib berilish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Germaniya markasi ئادىداس dağlıq futbolchi Türk futbolchi مەسۇت ئۆزىل bilan qo'llash كىلىشىمىنى bekor qildi. Germaniyada nashr qilingan Bilet gazeti Mەsۇت ئۆزىلنىڭ prezident Erdoğan bilan tushgan surati va Şərqi Türkistan haqida qilgan bayonotining kelishimining bekor qilinishdagi muhim sabablardan ekanligini ilgari surdi. Angliya kundalik pochta gazetining xabarida 2021-yili oxirlashadigan ئادىداسنىڭ 5 million fond sterling kelishimining amaldan qoldirilishi, o'zining Germaniya davlat komandasidan ayrilishi va prezident Recep Tayyip Erdoğan bilan yaqinlashishi bilan munosabatli deb qaraldi. 2019-yili 12-oyning 13-kuni Mەsۇt ئۆزىل ommaviy taratquy hisoblarida Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga va buningga sukut tuturgan musulmon dunyosiga xitob qilgan edi. Hindistan va Xitoyning yuqori darajalik harbiy amaldorlari shanba kuni chegara punktiga yig'ilib, ikki davlat o'rtasidagi chegara mojrolarini muzokara qildi. Yaqinqi 4 haftadan buyon ikki taraf doiralari bu haqda aloqalashib kelgan. Hindiston hukumatining tor bekiti Hindiston vakillar umigining Hindiston armiyasining 14-korpus qo'mondoni ggrìtсиенingning rahbarligida ekanligi va Xitoy umigiga atalmish Janubiy Shinjang harbiy rayon qo'mondoni Mayor Liulin Shaoning qo'mondonlik qilganligini e'lon qildi. Egilinishcha yig'in maydoni atalmish Shinjang va Hindiston chegarasidagi Ladakh ekan. İki davlatning mudofaa ministrlarining amaldorlari oldingi kuni sinliq yig'in orqali chegaradagi jiddiylikning kuchayishini muzokara qilgan. Türkiye davlat mudofaa ministri Husuli Akar va qism komandirlari chegara rayonida o'tkazilgan yig'indan keyin eng yangi ahvolga munosabatli muhim bayonotlarni qildi. Minister Akar Ege dengizi, Şarkı O'rta dengiz va Siprus masalalarini baholaganda xalqaro qonunni ta'kidladi. Minister Akar Şarkı O'rta dengizidagi jiddiylik to'g'risida to'xtalib, biz masalamizni qonunli hal qilmoqchi dedi. Akar O'rta dengizidagi burg'ulash jiddiyligi haqida biz Turkiya bilan to'qinishga tayyormiz degan Gretsiya davlat mudofaa ministri Nikos Panagiotopoulosga javob berib, yuqorqi so'zlarni aytgan.
O yana Türkiye bilan Grisiya davlat mudofaa ministrligi hayotlarining ixtilofni hal qilish uchun 2 oyda ishonch turg'izish yig'ini ochganligini ta'kidladi.